Assalomu alaykum, hurmatli yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich. Sizga kichkinagina murojaatimiz. Biza Samarqand shahar Xalqlar do'stligi ko'chasi Baraka mahallasidamiz. Ismim Shavkatjon. Biz Samarqand shahar Qorasuv degan yangi O'zbekiston qurilgan yangi domla tarafdan kelgan paytim kichkinagina skuterim bor, tezligi 35. Skuterim bilan ko'chadan kelgan paytimiz PPX xodimlari to'xtatib mani hujjatimni so'radi. Hujjatim dalnim hamma narsasi chiqdi. Faqat pravam yo'qligi. Tushuntirdim. Men yaqinga oldim. Menga bir hoji bobolar berdi. Mani oyog'im sal og'ir. Ikkinchi guruh nogironman deb tushuntirdim. Va men shuni farzandimga, chaqalog'imga, 5 oylik chaqalog'imga pampers bilan kasha olgan edim. Mani qo'limdan tortib olib skuterda menga tazyiq o'tkazib, qo'limni qayirib, video kamerasi berdi, nimasi yo'q edi. Mani qo'limni qayirib o'zini tanishtirmadi. Kimligini hech narsasini aytmasdan mashinaga tiqib, skuterimni olib ketdilar. Mani yo'l chetiga itilib ketdilar. Hozir men shu fuqaro uyimdaman. Uyimdan sizga murojaat qilaman. Iltimos, hurmatli yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich, shularga qonuniy chora ko'ring. Yo o'zimizga nima qilaylik? Bu O'zbekistonga yashaylikmi, jonimizga qasd qilaylikmi? Iltimos sizdan.